Hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugungi savdomiz Malibu 2 2020-yilda ishlab chiqarilgan Premier qora rangda naqd pul 300 million so'm bo'ldi. Nodirbek ukamdan nasib qildi. Tabriklaman ukam. Rahmat ag'a. Yaxshi kunlarimiz, to'ylarimiz. Rahmat ag'a. Ag'a, lekin xafa bo'lmaysiz, men mashinani tekshirtirib olaman. Hozir ko'p yer radnoy mashina deb aldab sotib turibdi. Bemalol ukam, ustoz bormi tekshirtirmak keldingizmi ustoz? Yo'q ag'a, men usta emas. Qo'lazoqning ko'pirini teyina boramiz. O'sha mashinani rengini aytib, kraskasini ham yerini tekshirib beradi. Kilometrini ham kompyuterda tekshirib beradi. Bo'ldi. Ketishsa shuda tekshirtirib olamiz ag'a. Haydi. Ag'a, mashin radnoy ekan meri. Mashindan meri radnoy ekan, tekshirdik. Kilometrlar ham halol ekan, aytilganining to'g'ri nollar ekan. Sabra Xizmat haqqi so'm to'lamiz ukam. Xizmatimiz kraska ko'rib berish 100 ming so'm, probek bilan 200 ming so'm bo'ladi. Alohida 100 ming so'mdan Bo'ladi. ko'rib berasizlar. Bo'ladi unda tamom. Ajoyib zo'r. Kelasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, kim mana shunday xizmatlarga bo'lsa, G'ulomjon ukamiz Qo'lazot ko'prini tenda rengi xona chiqdi. Kim mashina olacak bo'lsa, shu yerga kelib tekshirtirib ko'rib olishingiz mumkin. Pastda G'ulomjon ukamiz nomerlarini qoldiramiz, bemalol telefon qilib kelaverasizlar.